Yana nimaga keldingiz? Rossiyada bitta yaxshi ish chiqdi. Qarindoshim chaqiryapti. O'sha yerga borib ishlamoqchiman. Agar imkoningiz bo'lsa, alimentni to'xtatib, taqiqni yechib bersangiz, o'sha yerga borib ishlamoqchi edim. O'zi 3 oydan beri aliment to'laganingiz yo'q. Hozir taqiq to'xtatib bersam, sizni qayerdan topaman keyin? Ahvolim bilasiz. Bir so'm pulim yo'q. Hech qayerda ishlayapman. O'sha yerga borib ishlab, har oy sizga $100 pul jo'nataman. Qo'ysizchi, bir oyda 350 mingdan to'lalmagan, $100 dan to'lab berarmidingiz? Pulim yo'qligidan to'lalmadim-da, erkecha gap. Borib ishlayman, har oy sizga $100 dan jo'nataman. Nima deyapti endi bu? Rossiyaga ketganingizga 4 oy bo'ldi. Na telefon qilib hol-ahvol so'radingiz, na pul to'shab berdingiz. Qizimiz ham bahorgi eski kiyimlarda yuribdi. Pul to'shab bersangiz yangi kiyim olib berardim. Uyda ham yeb-ichishga hech narsa qolgani yo'q. Oyligim ham hali chiqqani yo'q. Qayerdan topib beraman hozir senga pul? Zo'r tanimadim, kim bu? Aka majburiy ijrodan telefon qilyapman. Apam alimentni davom ettirgani, ariza topshirgani kelishibdi. Aytishlaricha, har oy pul beraman deb to'xtattirgan ekansiz. Lekin 4 oydan beri 1 so'm pul bermayapsiz. Ha, yo'q, aka, men juda uzoqroq o'rmon taraflarda ishlayapman-da, pul tashab bermoqchi edim, shaharga borishim kerak edi va ishxonadan chiqa olmadim. Aka, farzand sizniki, boqish sizning vazifangiz. Bugun kechgacha to'lang. Bo'lmasa men ertaga aliment ishga tushirib qo'yaman. Ha, yo'q, bo'ldi, aka, bugun tashlab yuboraman, u arizani qabul qilmay qo'yavering. Ha, bo'ldi aka, hop. Apa, bugun kutaylik. Tashlab bersin. Bo'lmasa ertaga chorasini ko'ramiz. Ha, bo'pti. Ertagacha kutamiz bo'lmasa. Ha, Sherzod, kartangizdan O'zbekistonga pul o'tkazib yuborsa bo'ladimi? Ha, tashlasa bo'ladi. Shuni bitta kartaga o'tkazib yuboring. Zarildi, meniki blokka tushib qolibdi, maylimi? 84. Nech pul? 22 ming rubl tashlavering. Qanaqa programmani to'ldingiz? Anjirpay? Ha, Anjirpay. Qanaqa ekan bu? Rossiyani hamma joydan O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonlarga pul jo'natsangiz bo'ladi. O'zbekistonda Humo, Visa, o'z kartalariga ham pul jo'natsangiz bo'ladi. Undan tashqari O'zbekistonga naqd ko'rinishda ham jo'natsangiz bo'ladi. Zo'r ekan. Bu haligi blogerlar bor, Gado, Alisher og'alar reklama qilib turgan programmada. Ha, o'sha. Buni tekshirib ko'rdingizmi? Gaz, svetlarga ham to'lasa bo'ladimi? Ha, bo'ladi, to'lasa bo'ladi. Mana bitta o'rnatib olay. Pul tushdi aka, mana chek. Rahmat. Ha, Gulhayo, kartangga $300 pul tashab qo'ydim. O'shani ishlatib tur. Arizani ham qaytarib olaver. Yana pul bo'lsa tashab yuboraman. Vaziyat shunaqa qoldi-da. Musofirchilik ham qiyin ekan. Tashlayman, xavotir olma.